Assalomu alaykum tomoshabinlar, akalar, bugun sizlarga Namangan mashina bozoridan bugun sizlarga xohlasa arzondan o'zlar video chiqaramiz. Kanalda yangilar bo'lsa albatta oldin tugmachasini bosib qo'yinglar. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan suramiz akalar. Sizlar vaqt bilan ko'p bo'lmaylik, biz sekin boshlaydik. Bitta like qizartirib ko'ringlarchi. Hop, mashinamiz yillari 2002-yil. 2002-yil ekan. Bitta ko'ringlarchi, yumshoq balolar akalar, chayan kalpak, tonirovka, o'zi mashinaning egasini bitta ko'rsangiz tanib olasizlar, xudo xolasa. Hop, obshopka, polik, sidinlar mashina salonga o'zing bahosini beraverasizlar. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Mashina nima kerak bo'lsa qo'yib. Hop, magnitofon kolonkalar, suv dachiklarni ham ko'raverasizlar akalar. Mashinamiz benzin, propan harakatlanar ekan. Hop, moslari qanaqa aka endi ba'zi? Muz korobka, motor zo'r, zavodskiy stoplarda turibdi. Ideal. Maslam. Ha, shakamizdan. Yana kelib bo'lsa. Obunachilar. O, kolonkalar. Обязательно bo'ladi. Kraskalar necha foiz aka? 15% chiqadi chiqsa. 15% chiqadi. Endi narxini qancha deyapsiz? Narxi 2800 deyamiz, kelishtirib beramiz. Nasiya savdomiz bormi aka? 2000 puli borga qolganini nasiya qilib beramiz. Mashina holatlari zo'r, generalni bo'ladi, muammosi yo'q hujjatlarda. Sraz notarisi pul sanashaveradi, naqd puli bo'lsa. Bo'ldi. Telefon raqami aytaverasiz. 50 502 502 88 88 raqamga aloqa chiqarasizlar. Faqat realniy oluvchilar, bekorchilar telefon qilmasın. Bo'ldi. Sezonga tayyorlanaman degan akalarga sizlarga ko'ringlarchi 2004-yil mashinamiz askalari. Narxni aytaman akalar, narxi juda qulay. Hop, balonlar. Hop, yaxshi ekan. Orqa ham shu bir xil yaxshi holatda. Haydasa bo'ladi akalar. Hop, salon kiradigan bo'lsak, salonda yo'q bo'lmagan. Ko'rtirishlar holatini bo'lsa, olib yukka bosib chexollik qavat ekan. Tasir ijod qilsak, shunaqa qilib yuraverasizlar. Hop, tasir olib yukka bosib haydaydigan mashina ekan. Ko'ringlarchi. Kraska ponnimi yo? Pon nimasi? Ponnaga olavering. Bo'ldi. Pon nimasi, lekin Pondan past deyvering. tomdan pastda. Ha. Mos motor, Yaxshi. rasotli jo'lari yo'qmi aka? Yo'q. Narxlar qancha deyapsiz? 2000 kam bor, tushib beramiz aka. $500 puli bilan 4-5 oygacha variantga beraveramiz. Bo'ldi. Telefon raqami aytaverasiz. 94lik 94lik 489 258. Hop, generalni chiqarmi aka? Любой kim chiqadi. Bo'ldi, bozor bersin. Bunisi nechinchi yil? 2003 kraskasi toza mashina. 2003 kraskasi toza. Lekin urilmagan joyi qolmagan ekan. Ko'ringlarchi. 2003 kraskasi toza deyapti endi. Mashinada zigzaglarni ko'ringlarchi akalar. Ishkili. Hop. Motorlar ochiq qo'yishibdi. Menimcha buni motor korobkalar dahshat bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki motor korobkalar ochiq qo'yishgan. Salonlar akalar buniki istasa bo'ladi, haydasa bo'ladigan holatda. Hop. Magnitofon kolonkalar ishlaykan. Do'stim, eshiklari hali kulishdi yemagan, hech qasilsiga. Ha. Bagajlaga ham mana. Umuman kulishdi yemagan. Ya buni moz, motor, korobkalar qanaqa? Zo'r. Voy. Pollar, bo'laychi pollar ham normal akalar. Vaqtda aka, mozda dovushlar yo'qmi? Yo'q. Umuman.
Rasxodli joylari-chi? Nima rasxodli mashina? Qancha deyapsiz? Uchmi ekan bu barakasiga tushib beramiz. $1000 puli bilan necha savdo qilaveramiz aka. Bo'ldi, telefon raqami aytib berasiz? 94 lik. 94 lik. 489 258. Bo'ldi. Bo'lsa ham bizniki. Bu nechinchi yil? Smartfon kolonka sliplari ham bor. 99. 99. Bo'ldi, aka tekin. Hop. Akalar. Hop, akalar buni kolonkasi shu kattasidan qo'yib qo'yishibdi ana. Probeglari 687 mingga yozib qo'yibdi. Yog'ini, yerlarini ham bilmaysizlar kerak lekin. Hop, mashinamiz salonlari akalar ko'rib turganlaringda polni chexoli qilib qo'yilgan ekan. Pollar charmiga solib qo'yilganda. Holatini ko'rib turibsizlar. Nima ukka bo'lsalar atay qo'ylar. Endi yaxshi holatda. Nariga yig'ilgan qislangan o'zida. Balon holatini ko'rib turibsizlar akalar. Hop, dizaynlari ham normal. Hop, balon holati akalar. Zo'r holatda. Nota bo'lmaydi, shuning bilan yangi chiqib stopdan qo'yib qo'yishibdi. Oh, orqaga ham. O'ni qo'yib qo'yishdi, samosyada. O'ni bo'lganmi? Hop, kapot bilan moqta kuch degan shekil. Lekin bu yoqlarda yorug'lar bor. Yengil. Qoldi endi kelar. Alloh azza. Aka bu yerda rasxodli joylar bormi? Rasxod yo'q, 4 ta bolani yangi. Smartfon kolonka 3 litr ham yo'q bor aka. Ha. Kraskasi qancha deysiz? Kraskasi bor aka, 20-30% kraskasi bor. Narxlari qancha endi aka? Narx 2,5 ming, ozgina barakasiga tushib beramiz. Bo'ldi. Narsa savdoga aytchi aka. Bo'laveradi, 1000 so'm puli bilan chiqaveradi. Generallar? Любой dakim bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqam? 94 lik 489 258. Bo'ldi. Asha uchala mashina ham takamiz. Boshqacha qo'yishdi, sviti boshqa yo'q. Nima? Svitini boshqacha qo'yishdi telefoningiz. Ha, endi. Qanaqa ko'rsatyapti? Ha bu ko'k turibdi siznikidachi? Mandaqa ko'rsatyapti siznikida orqaga qaragandiki. Ha, bo'ldi. Mashina akalar zangori telefon chaplab tashlabdi-ku. Ha, telefon kamera svetga qaraman men. Kelar mashina zangori, men rasmini tashlab qo'yaman. Endi zangorni rasmini chiqarib qo'yamiz, xudo xolasa. Hop, keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lib bo'lasizlar.